Bugun sotuvda Ozarbayjon noyob tori. Yasalganiga 70 yil bo'lgan Ozarbayjonning Yevropa ustalari, Grisha ustasi yasagan. Ko'rinishlariga alohida baho berasizlar. Figuralarning ishlanishi zo'r. Sadaflari ham dengiz sadafidan qo'yilgan. Bu torni o'zlarimiz kapitalni 100% ta'mir ishlarini qilganmiz. Suvchanalarni eshitib, o'zlaringiz bahosini berasizlar. Fikrlaringizni kutib qolamiz. Hamma tor ham bunaqa jarangga yurmaydi. Torni jarangini eshitib o'zlaringiz baho berasizlar. Endi mana xorazmcha, o'zbekcha narsalarni ham chalib ko'rsatamiz. Bu torni bunaqa jarangli holatga kelishiga bizani ham hissamiz katta. Ko'pincha Ozarbayjon torlari zo'r deymiz. Haqiqatdan nimaga desa, Ozarbayjon torni vatani. O'zbekistondagi ustalar ham Ozarbayjon ustalaridan ko'rib o'rganishgan. Men shuncha ham ularni hurmat qilaman. Torni chalish bo'yicha ham, usta yasash bo'yicha ham Ozarbayjon O'zbekistondan ancha oldinda. Shuni to'g'ri tushuninglar. O'zbekistondagi ustalar ko'pchilik xafa bo'lishadi. Mana 70 yil oldin yasalgan torni figuratsiyani ishlanishiga baho beringlar. Bu qo'l mehnatida ishlangan. Hozir masalan texnologiya rivojlangan. Ko'pchilik ishlar stanokda ishlanadi. Masalan, bunaqa torlar mana oldimga ta'mirga keladi, men o'zim mazza qilib ishlayman. Nimaga desa, yaxshi instrument bo'lsa mehr beraman. Ko'pchilik aytishadi, torlar nimaga qimmat bo'lishadi? Bu masalan 1 yil, 2 yil xizmat qilib keyin tashlaveradigan narsa emas. Buni yaxshi mehr berib saqlasangiz, bu sizga asrlab xizmat qiladi. Avloddan avlodga o'tib ketadigan mulk bu. Shuning uchun har doim aytaman, iloji boricha yaxshi instrument olinglar. O'zlaringiz ham mazza qilib chalasizlar. Yomon instrument olsangizlar, chalgingiz ham kelmaydi. To'xta, buni sotaman desangiz, sizdan masalan hech kim olmaydi uni. Masalan 2-3 millionga tor bo'lmaydi hech qachon. Bu narsalar qimmat bo'ladi. Nimaga desa, qo'l mehnati. Buni masalan yasalishini qancha mehnat bo'lishini ustaning o'zi biladi. Shuning uchun har doim iloji boricha yaxshi instrument olinglar, mazza qilib chalinglar. Shunaqa. Bu torimiz sotiladi. Ko'pchilik bizdan Ozarbayjon yaxshi torlari sotuvga kelib qolsa, iltimos menga eting deyshadi. Iloji boricha mana videoga olib chiqaryapman. Xudo xolasa, kimga nasibasi bo'lsa, iloji boricha san'atkor insonga nasib qilsa, men xursand bo'lardim. Nimaga desa, bunaqa jarangli torlar kam, mazza qilib chalish kerak. Xudo xolasa, narxini bilmoqchi bo'lsanglar, iloji boricha telefon qilsanglar, narxini tushuntirib aytamiz. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar.